Kamoliddin Rahimov nomidagi 11-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida qabul jarayonlari boshlandi. Aziz ota-onalar va musiqa ixlosmandlari, sizni yangi o'quv yilida musiqa olamiga ilk qadamni biz bilan tashlashga taklif qilamiz. Bizning maktabimizda quyidagi 14 ta yo'nalishlar bo'yicha ta'lim beriladi. Bular fortepiano, torli cholg'ular, xalq cholg'ulari, zarbli cholg'ular, estrada cholg'u ijrochiligi, estrada xonandaligi, akademik xonandalik, xoreografiya, tasviriy san'at, amaliy san'at, teatr san'ati, an'anaviy xonandalik, an'anaviy cholg'u ijrochiligi va baxshichilik san'ati. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha tajribali ustozlar tomonidan dars olib boriladi. Zamonaviy dars uslublari va ijodiy muhit, dunyo sahnalari farzandingizni iste'dodini kashf etishga yordam beradi. Qabul 20-avgustga qadar davom etadi. Shoshiling, farzandingizni musiqaga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlang va uning iste'dodini rivojlantirish imkoniyatini boy bermang.